Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bugun ham Bag'at tumanida ish o'rnatib berdik. Bag'at sentrda. Bu yerda 2 dona yarma eshik, 4 dona yakka eshik qo'yib berdik. Yarma eshiklarimiz razmerlari 1.20 ga 2 metr bo'ldi. 0.8 lik qalin materialdan bo'lgan. Qulloblarni ham 4 dan qo'yib berdik. Zamokni ham yaxshi zamokdan qo'yganmiz. Yana qora rangda qo'yib berdik. Qulob zamoklarini. Buni o'zim bir vid bo'lib tursin deb. Bunda yana yakka eshiklar. Endi bularning bahosini kelsak, buning bahosi 1.600.000 so'm. Yakka eshiklar. Yarmi eshikimiz 2.5 million so'm. Yana shu durishi. Shama narsasi ichida. Alishlik koronasi, zamoklari, ustanobga dastlabkasi. Keyin bu yerdan bu yana bir eshik. Keyin yana bu yandan bu eshiklar. Yerda 3'si bir joyda ekan bu eshiklar. Mana. Bundan yana bir yarım eshik. Askar Bey. Qani bir narsadan endi bu eshiklari. Nechek? Axir bizdan obunachilarimiz ko'radi. Yo'q, ajoyib. Ha. Ajoyib eng ko'ngildagidan ham bu qo'llar, zamoqlarni yaxshiroq qo'yib berdilar. Ha. Tavsiya etasiz odamlarga. Ha, ajoyib ekan. Ko'ngildagidan bo'ldi. Asayna. Shunday eshiklardan kerak bo'lsa, aytaverasizlar, yasab beraveramiz, xudo xolasa. Asa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning ishlarini omad.